ajin yo'qotaman deb kosmetologiyada 2 yil mobaynida 4-5 ming dollar sarf qilib kelgan. Aslida bo'lsa tish va jag' suyagini yo'qligini hisobiga ajinlar ko'payib ketgan. Yaxshiyamki oliy ma'lumotli kosmetologlarimiz bor. Ularning maslahati bilan stomatologga kelgan. Bitta bemorimiz kosmetolog orqali keldi. Men uni ko'zdan kechirganimda, uni tashqi ko'rinishiga ajinlar tushib ketgan edi, prikuslari tushib ketgan edi, burun lab sohasida ajinlar, yuzlarida ajinlar bo'lib, pastki jag'i oldinga chiqib ketgan edi. U shunaqa dediki, 2 yil mobaynida bitta kosmetologga borib, 4-5 ming dollar sarf qilib, shu ajinlarni yo'qotib yurgan ekan. Botox, igl terapiyalar qilib. Keyin u kosmetologini almashtirgan. Oliy ma'lumotli, oliy toifali kosmetolog uni ko'rib, sразу aytgan: "Sen bizani kasal emassan, sen borib oldin stomatologga ko'ringin" degan. Va u menga keldi, har qayerda jag' suyaklarida muammolar bo'lgan, jag' suyaklari yemirilib ketgan, tishlari ancha muddat mobaynida tishsiz yurgan bu patsient. Shuni hisobiga bu tashqi qiyofasiga yomon ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni burun lab sohasidagi ajinlarning chuqurlashishiga, yuzni 1/3 qismini pasayib ketishiga, pastki jag'ini oldinga, dahan qismini oldinga chiqib ketishiga olib kelgan. Men uni ko'zdan kechirib diagnostikaga qilganimda shu narsa ma'lum bo'ldiki, unda jag' sohalarida tishlari yo'qligi, biz plan lecheniya qildik, bir nechta implantlar, suyaklar o'stirdik va hamma tishlarni biz davoladik va koronkalar, vinirlar qo'ydik. 2-3 oydan keyin shu bemorimiz keldi. Rostini aytsam, men ozgina tanimadim. Shunchalik xursand bo'lib keldiki, Zokir aka, men tishlarimni sizda qildirganimdan keyin meni oldingi qiyofam, yuzimning holati, simmetrichligim, elastikligi hammasi oldingi holatga qaytdi. Men sizdan minnatdorman deb, rahmat deb aytib ketdi.